bir necha yillardan beri bu ish bilan shug'ullanishsa-da, ya'ni bu ishni qilishsa-da, lekin ko'pincha noto'g'ri qilishadi. Test qilish texnikasini ko'rsatib bermoqchiman. Test qilish uchun oddiy aptekadan test sotib olamiz. Ertalabki siydik(da) qilinadi. Testimizni ochib, maksimalniy degan yozuvi bor. O'sha joygacha testimiz chiqsin. Mana test poloska. Test poloska bu qonda o'sha siydikdagi HGC miqdorini aniqlashga asoslangan test bo'lib hisoblanadi. Bu testimizni hayz kelish kunidan 1-2 kun o'tgandan keyin qilish kerak. Ya'ni menstruatsiya keladigan kundan 1 kun yoki 2 kun o'tgandan keyingina bu test musbat natija ko'rsatishi mumkin. Faqat shu vaqtida qilinishi kerak. Test qilishimizda maksimalniy degan chiziqgacha solamiz va 1, 2, 3, 4, 5 sekund ushlab turamiz. Ushlab turdik, olib gorizontalni qo'yib qo'yamiz. Ya'ni yotqizib qo'yamiz. Mana shu holatda 5 minut kutiladi. 5 minut ichida chiqqan natija haqqoniy natija bo'lib hisoblanadi. Kimdirlar bor 5 minut qo'ydim, ertalab qo'yib ketdim, hech narsa chiqmadi, keyin kechqurun kelib qarasam nimadir poloska ikkita bo'lib qolibdi, yoki bo'lmasa bitta to'q, bitta xira poloska paydo bo'libdi, homilador edim, keyin yana menstruatsiyam kelib qoldi deb siqilib yuradigan qizlarimiz bor. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. 5 minut ichida chiqqan natija haqqoniy natija hisoblanadi. Agar kimlarda bu test noto'g'ri ko'rsatadi, kech ovulyatsiya bo'lganlarda, ya'ni hayz kunidan o'tgandan keyin test qildi, testda отрицательный ответ ko'rsatdi. Bularga tavsiya etiladi yana bir haftadan keyin yana повтор analiz qilish, test qilish. Agar bir haftadan keyin test qilganda poloska ikkita chiqsa, demak bu homiladorlikni bildiradi. Yana ko'pchilikda uchraydigan xatolardan bittasi, mana buni ichida mavjud bo'lgan gidrogen bo'ladi. Mana shu gidrogenni machani ichiga, siydik ichiga ochib solishadi. Yo'q, bu juda ham noto'g'ri. Bu faqatgina namlikni ushlab turish uchun, ya'ni buni nam bo'lib qolishini oldini olish uchun quyilgan gidrogen bo'lib hisoblanadi. Bu test ichida turadigan narsa. Bu hech qanaqa bunga qo'shiladigan, ya'ni reaktiv emas. 5 minut o'tdi, mana testimizda bitta qizil poloska. Homiladorlik bo'lsa, mana shu poloskamiz ikkita qizil poloska chiqadi. Mana bunaqa holat bo'ladi. Mana shunaqa holat bo'ladi. Bunda homiladorlik deb aytamiz yoki bunaqa holat bo'ladi. Bu hozir test o'tkazganimiz oddiy napitik, lekin bunda ham mana testimiz bitta qizil poloska chiqdi. Ko'pchilikda noto'g'ri fikr bor, o'sha bitta qizil poloska chiqqanda ham homiladorlik bo'ladi. Ya'ni hech narsa chiqmaslik kerak, homilador bo'lmasa degan. Yo'q. Har doim ikkita qizil poloska bo'lsagina homiladorlik bo'ladi. Bundan tashqari yana ovulyatsiyani aniqlaydigan testlarimiz ham bor. Ma'lumot berib o'tib ketaman. Ovulyatsiyani aniqlaydigan testlarimizda HGC emas, LH degan yozuv turadi. Ushbu videoni hali zadержка bo'lmasdan turib, to'xtovsiz test qiladigan tanishinglarga yuborib qo'yinglar.